Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugungi mavzu biznesingizga sun'iy intellektni o'zingiz integratsiya qilishingiz bo'yicha bo'ladi. Juda ham ko'p tadbirkorlar yozishyapti. Qanday qilib biznesimga o'zim sun'iy intellekt integratsiya qilarsam bo'ladi. Instagramga sun'iy intellekt qo'ymoqchiman, 24/7 imtiyozlarimga javob beradigan qilmoqchiman deb yozishyapti. Bugungi videoda top 3 ta sun'iy intellekt platformani tavsiya beraman. Birinchi o'rinda bu Smartly platformasi. Shu platforma orqali biznesingizga 24/7 javob beradigan sun'iy intellektni integratsiya qilsangiz bo'ladi. Ikkinchi o'rinda Zapier platformasi orqali ham bu xuddi shunaqangi automationni qilsangiz bo'ladi, faqat juda ham murakkab fanallarga ega automationlar qilinadi Zapierda. Uchinchi o'rinda juda ham oson bo'lgan boshlang'ich sun'iy intellekt integratsiya qilmoqchi bo'lganlar uchun ham juda ham mos tushadigan bu ManyChat platformasi. ManyChat platformasida ham har xil 24/7 javob beradigan sun'iy intellektni oddiy promptlar bilan biznesingizga integratsiya qilib olsangiz bo'ladi. Lekin sun'iy intellektni biznesingizga integratsiya qilishda xavfli tomonlari ham bor. Biznesingiz yopilib ketishiga ham sababchi bo'lishi mumkin yoki to'g'ri integratsiya qiladigan bo'lsangiz, CRM'ingizga ham o'zingiz sotuv konversiyalaringizni oshirishga yordam beradigan automationni to'g'ri qiladigan bo'lsangiz, sotuv baronkangizni avtomatlashtirib, sotuv konversiyangizni 15% dan 40% gacha ham oshirib olishi mumkin. Shuning uchun har bitta sohani o'zini mutaxassislar qilgani yaxshi.